إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hürmetli görürmen kardeşler, bugünkü dersimizde vakit hakkında toxtalımız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr. İlla amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Zaman bilen qasam qilamanki, inson cho'qim ziyon ichidadir. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, haqni bir-biriga tavsiya qilishgan va uningda chin mahkam turishni tavsiya qilishganlar ziyon tortmaydi. Ya'ni ular mustasno. Alloh taolo bu surada zaman, ya'ni vaqt bilan qasam qilgan. İnsanning hayoti, insonning o'zi, ya'ni chunki inson vaqtlardan, kunlardan, soat, minutlardan tarkib topgan bir hayotga ega maxluqot bo'lib, uning hayotidan o'tgan har bir daqiqa, har bir minut, har bir kun, har bir oy, har bir yil uning umrini birga elib ketadi. Haqiqiy ziyon, tijoratdagi haqiqiy ziyon dasmoyini yo'qotib qo'yish bo'lsa, dasmoyidan ziyon tortish bo'lsa, hayotdagi haqiqiy ziyon bizning dasmoyimiz bo'lgan umrimizni, vaqtimizni behuda, ma'nisiz o'tkazib ziyon tortishdir. Chunki bu umrga ato qilgan dasmoya. Bu dasmoya orqali dunyo va oxiratligimizni qozonamiz. Umr shunchalik muhim, shunchalik qimmatlik. Yani ömür degan vaqt deganlik. Endi vaqt, inson shu vaqtlardan tarkib topgan. Endi iqtisod dunyosida vaqt pul deb tushuniladi. Chunki bir minut fursatni joyida qo'llanganlikdan bir minutning ichida millionlarcha pul topa oladi ba'zi shirkatlar. Masalan, dollar bilan muomala qildiganlar. Bir minut dikkatsizlikten, kechikib qolganlikdan millionlarcha pulni ziyon tortadi. Masalan, tez qutqizish kerak bo'lgan kasalni vaqtida doktorga olib bormaganda 1 minut yoki yarım minut bo'lsin kechikib qolgan vaqtida o'lib ketish ahvoli bo'ldi. Vaqtida olib borganda 1 minutning, yarım minutning yuzisidan bir odamning hayotini saqlab qolgan bo'ldi. Demak, vaqt shunchalik muhim. Vaqt shunchalik muhim, chunki insonning umri bu. Burunqi sahabilar, burunqi o'lgulik zotlar vaqtini, o'zining vaqtini mal dunyosidan bak ching tutadi ekan. Hasan al-Basri tabiin ulamolardan Hasan al-Basri radhiyallohu anhu deydiki, biz shundoq odamlarni ko'rdikki, o'zining vaqtini, ya'ni umrini mal dunyodan oltin kumushdan bak ching tutadigan shundoq kishilarni ko'rdik deydi. Endi bu oyatda kelgan 4 haqiqatni sharhlasak, Alloh taolo insonning umri, inson vaqtlardan tarkib topgan inson bilan inson uchun qasam qilib 4 narsani bayon qildida, iymon etgan, yaxshi amal qilgan, haqiqatni tavsiya qilishgan va haqiqatda chin mustahkam turishni tavsiya qilishgan kishilardan boshqa ziyon tortadi degan bo'ldi endi. Xuddi tijoratda ziyon tortganga o'xshash, ömürde bir ömürlük hayatta ziyon tortadimuş dörtni qilmaganlar. Endi birinchi iymon. Iymon degan so'z mutlaq ishonishni ko'rsatadi lug'atda, endi istilohda, diniy islomiy terminda Alloh taolaning Muhammad sallallohu alayhi vasallamga o'rgatgan, Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan bizga kelgan haqiqatlarning hammasiga chin ishonib, uni qabul qilish va bo'ysunish deganlik bu. Iymon şundak bir karamersi ki, aciz bir insanı, yani insandan ibaret, ömrü çeklik, akli çeklik, kudreti çeklik bir insanı, çeksiz kudretlik, mengülük,
bo'lgan qudratli zotga, Alloh taologa bog'lab turadigan bir halqa, shu ching tutib turadigan bir halqa. Endi iymon, Alloh taologa iymon etgan odam o'zining kichik olimidan chiqib mutlaq olamga ve o'zining ojizligidan chiqib qudratli ilohiy mutlaqqa bog'langan bo'ldi. Bu bog'lanish mu'min odamga kuch-quvvat ato qildi. Undan boshqa omonlik, xotirjamlik ve huzur halovat ato qildi. Mushu dunyoda. Chunki mushu dunyoda Alloh taoloninki iymon Allah Teala'ga bo'lgan iymonning huzur halovatini tetib, mushu dunyoda Allohning jannatiga kirmagan odam oxiratdagi jannatga kirmaydi degan ulamolar bor. Demak, huzur halovat, baxt saodat qalbda, ko'ngilda bo'ldi. U mol dunyoning jiqligi bilan yoki avlodlarining jiqligi bilan, oilasining jiqligi bilan, o'zining kuchli bo'lishi bilan bunday emas. Bu faqat qalbda bo'ladigan, qalbda tetiladigan bir huzur halovat. Shunga naydi kambag'al, yo'qsul, shundoq odamlarniki chiroyidan kulki, tabassum yig'ib turadiganligini, naydi boy, shundoq cho'ng, muhim odamlarning hamisha g'am ichida hele yurakki so'qganligini ko'ramiz. Demak, baxt saodat pul bilan, bu dunyoning ne'matlari bilan munosabatli emas, faqat qalbdagi iymon va ishonch va qalbdagi umid bilan bu yashirib turadigan narsa. Bir aciz məxluqni qudratli bir zatqa bağlab turadigan bir narsa bo'lganligi uchun mu'min odam birinchidan kuchini, qudratini Alloh taolodan olganligi uchun u ma'naviy jihatdan insonlarning ichida eng kuchli bo'ldi. Ma'naviy jihatdan kuchli bo'lganlar moddiy jihatdan kuchli bo'lishga bu turtki bo'ladi. Undan keyin yaxshi amal iymonning mevasi va uning namoyandasidir. Iymon haqiqiy jonliq iymon insonning qalbida bir hareketlendirgücü energiya, güç endi. Eğer ülük iman olsa bu güçle hareketlendiremeydi. Hakiki iman olsa adamda bir hareketlendirgücü güçke ayrıldı. Anda oğandı bu hareketlendirgücü güç çokum insanı şu imanın talebi olan yaxşı emellerini kılışka bunu türkü buludu, onu iştirdi, şunu kıldırdı hem de. Yani yaxşı emel diyen ne desek, yaxşı emel Allah Taala'nın razılıkını közlep kılıngan her kandak gep söz, iş hareket ve kalbinin emelleri bulup Allah Taala yaxşı gördüğün ve razı bulduğun her kandak işini gösterdi. Yani Allah razı bulduğun ve Allah memnun bulduğun gep söz, iş hareket, fikir, xiyal hemmesi yaxşı emelge yatıdı. Muşu yaxşı emellerini kılış imanның mevisi ve imanның talebi. Onun için hakikatni tavsiye qilish. Endi hakikatni cho'ngtirish hakikatan zo'r, qiyin. Bularni insonninki hayotida nurg'un ozdurg'uchi kuchlarga va g'aflatda quydigan rohat farog'atlarga inson giribdor bo'lib turdi. Nafsiy shayton deymiz, insonning nafsiyonatchiligi deymiz, ishning besimi deymiz, ailenin qiyinchiligi deymiz, dunyoning vaziyati deymiz. Mush ishlarning hammasi insonninki huzur halovatiga albatta daxl yetkazadi, yomon ta'sirlarni ko'rsatadi. Shunga ahvol bunda bo'lgandan keyin musulmonlar birisi-birisiga yaxshi ish qilishni, dinimizga amal qilishni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'lida haqiqiy ravishda mengishni tavsiya qilishga muhtoj. Har qanday inson boshqalarga tavsiya qilishga va boshqalarning tavsiyalarini qabul qilishga muhtoj. Shunga musulmonlar har juma kunlikda juma namoziga berib, bu bizning haftalik diniy qurultoyimizga o'xshash bu. Vaz nasihat anglaydi va g'aflatda qolganlar uyg'onadi, bilmaganlar uyg'onadi. Uningdan boshqa masjidlarda qilinayotgan təbliğlər olsun və başqa radio televizorlarda qılıyotgan təbliğlər olsun, insanlar bir öz arada ailə bir-biriga qilishgan vəz nəsihətlər olsun, həmməsindən insan huzur halovat elib o'zining g'aflatda qolgan taraflarini o'ngshab, kamchiliklarni to'liqlab shunday mangadi. Demak, insonlar shunga muhtoj. Shunga yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni to'sish har qanday bir musulmon uchun farz.
Her qandaq bir musulmon o'zininki ilmiga, sharoitiga qarab bu farzni ado qiladi. Olimninki texmi eg'ir bo'ldi diniy ulamoninki, u har qaysi vositalarni qo'llanib kishilarni haqoqat uyqudan uyg'otishga, kishilarninki o'zining qilishga tegishli ishlarini qilishga rag'batlantirish majburiyati bor. Har qanday bir ota-onaning, hatto xat yozishni bilmaydigan ota-onaning bu oilasidagilarni Alloh taolaning amr farmonlariga amal qilishga va vaqtini bekorga o'tkazmaslikka, hamma ishni joyida qilishga tavsiya qilish majburiyati bor. Amru bil ma'ruf va nahy anil munkar degan farz mana shu hamdi. Uningdagi to'rtinchisi shu haqiqatda ching turishni tavsiya qilish. Hamda birinchi, ikkinchisi, uchinchisi haqiqatni tavsiya qilish, haqiqatni bildirish, g'aflatda qolganlarni uyg'otish, uningdan bilgan haqiqatda ching turishni tavsiya qilish. Endi Alloh taolo bu dunyoni imtihon va sinoq dunyosi qilib yaratgan. Bu dunyoda haq bilan botil, yaxshi bilan yomon elishadigan bir maydon bu. Mushu maydonda ching turish uchun biz bilgan haqiqatlarimizga ching esilib mustahkam bo'lish va chidamliq bo'lish. Mushu yo'lda chidamliq bo'lish kerak. Anda o'g'andikin musulmonlar hammasi bir bedanga o'xshash, bir oilaning kishilariga o'xshash. Musulmonlar chunki qarindosh. Shunga musulmonlar birisi-birisiga mushu haqiqatda ching turishni tavsiya qilishga muhtoj va tavsiya qilish Alloh taolaning amri. Undan keyin endi bu vaqt boshqarish degan bir gap bor. Bular iqtisod dunyosida jiq ishlatadi bu vaqt boshqarish. Vaqt boshqarish degan zodi nima degan gap desa, vaqt boshqarish qilishga tegishli ishni qilishga tegishli vaqtda qilish. Ya'ni qilishga tegishli ishni qilishga tegishli bo'lgan o'z vaqtida qilish. Shunda qilsang ziyon tortmaysan. Agar qilishga tegishli ishni bugun qilgan ishni erta qilsang, zamonning oxirida qolsa ziyon tortasan. Shundoq gap hamda. Shunga avval nishonni belgilash, ondan uni amalga oshirish, vaqtini belgilash va shu izchil ishlash, izchil amal qilish bu vaqtni boshqarganlik bo'ladi. Chunki 1 minut vaqtni bekorga o'tkazmay shunday qilish. Deganimizga o'xshash iqtisod dunyosida vaqt pul. Ammo musulmonning hayotida, musulmonning nazarida, musulmonning e'tiqodida vaqt davomlashayotgan bir ibodat. Chunki vaqt degan mushu dasmoyidan foydalanib musulmonlar o'zining oxiratligini va dunyoligini qozonadi. Shu vaqtdan qozonadi. Masalan, biz ko'zga ilmagan 1 minut vaqt, ba'zi 1 minut vaqtga 1 minutda qanday ish qilib bo'ldi deymiz. 1 minutning ichida savobi nihoyat ko'p, katta ishni qilgan bo'ldi. Masalan, subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Alloh taoloni pok deb madhiyalayman. Alloh taolo haqiqatan ulug'dir va pokdir degan kelima masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda tilga nihoyat yinik va mizonda, ya'ni savob gunoh tortiladigan mizonda nihoyat eg'ir keladigan Alloh taologa shunda yaqinlik qilgan ikki so'z va ikki kelima bor. Subhanallohi va bihamdihi deydi. Subhanallohi va bihamdihi deganni 1 minutning ichida necha qatim degili bo'ldi endi. Har bir qatim deganda shunchalar ko'p savob bo'ldi da endi uni. Demak, bu bir nimalamdi. Uningdan boshqa 1-2 minutning ichida bir qarindishimizning ahvolini so'rab, uning ko'ngliga xushallik, umid bag'ishlagan bo'ldi masalan. Demak, vaqtni qat'iy oddiy sanamaslik kerak. Az vaqtning ichida nurg'un katta ishlarni qilg'ili bo'ladi dunyoda. Endi kishilarningki bir krizis bor. Mushu ulgurolmaslik, yetisholmaslik, ulgurib qilolmaslik, masalan bir ishni vaqtida qilolmaslik, bir ishga ulgurolmaslik. Ba'zi insonlar mana shu safarga chiqsa-mu, shu aeroplanni ishga yetilg'ili eng oz qolgan vaqtda eng oxirida chiqib, yugurib, hosirab ayda qilgan. Masjidga chiqsa-mu, masjidda eng oxirgi rakatga ulgurtgan. Cuma kunlikda bo'lsa-mu, burun kelmay keyin kelib kishilarniki o'shnisini eslib yurib, oldiga o'taman deb turishadigan. Hamma ishni kechikib qiladigan. Ishga bormoqchi bo'lsa-mu, oxirgi vaqt chiqib yo'lda xalqlar bilan yo'l talashadigan. Demak,
Biz şu vaqtni biraz aldığı belgilep burunroq qilsak nima bo'ldi shu ishni? Burunroq qilsak nima bo'ldi? O'zimizga rohat, huzurlik, hamma ishni o'zining joyida temkinlik bilan, rohat bilan qilamiz. Agar biz aksicha hamma ishni eng oxirga bog'lab qo'ysak, hamma ishni shu aldirab tinab qilamiz. Aldirab tinab qilgan ishning hech qanday natijasi bo'lmaydi hamda. Shunga bir psixika bor, vaqtim borgo deydigan psixika. Bu vaqt degan psixika bizni shunda aldab qo'ydiki, nurg'un ishlarda bizni ziyonga uchratadi. Shunga vaqtni chin tutish, vaqtni oldin belgilash. Masalan, bir yerlarga oldin berib qo'ysak, yanchiqimizga bir kitob selib olib, masalan, aeroportga burun chiqib qolgan bo'layli, masalan. Mechitga burun chiqib o'tirgan bo'lsak, zikr aytsak bo'ldi. Aeroportga burun chiqib qolgan bo'lsak, kitob o'qib o'tirsak bo'ldi. Boshqa doktorxona bu yerga bizningki randal ep qo'ygan vaqtimizdan burun berib qolsak, boshqa ishlar Allah'ın zikri bilen yoki ashunda kitob foydali narsani o'qish bilan nima qilsak bo'ldi. Ammo vaqtni keyniga eng oxirgi vaqt bunday qilganimiz uydagi hisob bozorga, chorshiga munosib kelmabdi deganga o'xshash. Biz uyda o'tirib vaqtni belgilab, yarim soat 15 minut berib bo'lmango deb belgilagan bilan bizning oldimizga biz o'ylamagan ishlar chiqdi. Yo'lda to'slab qolgan ishlar bo'ldi, masalan, qatnash vaqt deganga o'xshash. Shunga vaqtni har qanday chog'da vaqtni oldin belgilab, planlab ish qilsak, o'zimizmi rohat bo'lamiz, tit bo'lmaymiz, o'zimizni ko'nglaydi, rohatsizlik his qilmaymiz. Endi dunyoda insonlarning umrini o'g'irlaydigan bir o'g'rilar bor. Buni hech kim o'g'ri deb e'tirof qilmaydi. Ammo haqiqatda bu pul mol o'g'irlagan o'g'ridan, bulanchidan, qaroqchidan bak yomon. Mesela bir insanlar saat 5'ge deb va'da qilib qo'ydi sizga. Siz saat 5'ge undan burroq kelib kutib turasiz. Bu yo'q. 5:30 mi yo'q, 6'da mi yo'q. Siz telefon qilasiz, uydan chiqmay turib, men yo'lda kelyapman deydi. Bu hayotda bekchiq uchraydi bu ishlar. U odam 5 vaqt namoz o'qiydigan, noyat dinga bak mahkam odam, masalan. Ammo kishilarga va'da berishda, kishilarning haqqini, umrini yeb, bu haromxo'r odam. O'ylab boqaylik. Mal dünyani o'g'irlagan o'g'rini yoki qo'g'lab tutquli bo'ldi, yoki u o'g'ri o'g'irlagan narsani o'g'rini ololmasaqmi, ishlab topqil bo'ldi. Dunyo shunday qildi, ishlab topqil bo'ldi. Ammo sening umringni, sening vaqtingni o'g'irlab oldi. 5 minut, 10 minut vaqtingni o'g'irlab oldi, yo 1 soat vaqtingni o'g'irlab oldi. Buni qaytib beralanda qaytib beramaydi. O'zimizga qaytib kelmaymiz. Pul qaylab qaytib kelmaymiz. Masalan, bir yerda bir toplanishda yig'in deyli, ciddi muhim yig'in deyli. Yig'inga keldiganlar degan vaqtda kep bo'ldi. Nayt muhim yig'in qatnashimiz bo'lmaydigan odamlar yo'q. O yig'inga kelgan odamlarning burun kelgan odamlarga zulm bilan vaqtga rioya qilgan odamning nima gunohi bor? Uning vaqti o'tib ketdi. Chunki uning oilasida ishlari bor, ailasi bilan bo'lmasa bo'lmaydi, bolalarga ko'ngil bilmasa bo'lmaydi, tuqqanlarning ahvolini so'rmasa bo'lmaydi. Uyda ayoliga yordamlashmasi bo'lmaydi. Masalan, nurg'un ishi bor. İşini tashlab keliglik. Kelgandan o ba'zi qarindoshlar, ba'zi kishilar, aqlliqlar ya'ni, bu aqlliqlarda kelmaydi, eng oxirgi vaqtda keldi. Unda bo'lgandan keyin kishilarga bak zulm bo'ladi. Shuning bilan yoki bu vaqtda so'zilib ketadi. Uningni boshqa bir yerga choyga chaqirilgan ishlar bo'lsin. Do'stigan senin qilib qopdi. Mehmon, sohibxon bulayotidi. Masalan, kep turgan odamlarni saqitib qo'ydam deydi. Kamiga odam kamiga ya do'stigan salomlaydi. Bu odam bo'ldi, rohatsiz bo'ldi. İnsanlarni bunda qiynashga nima haqqimiz bor bizning? Nima haqqimiz bor? Chunki soat vaqtni falon vaqtda belgilagandan o'sha vaqtga o'lmagan bo'lsang, tiriklar bo'lsang, cho'qib kelish kerak. Agar kelolmaydigan bo'lsang, burun o'zingizga aytib qo'ygan gap. Bizda bularmi Uyg'urlarda vaqtga rioya qilmaslik mushuk kasal, nayt eg'ir kasal. Bu o'zimiz bilan kassaga mayli qo'yamdi. Buning ziyni o'zimizga bo'lsa mayli, o'zimiz nim bo'lsak bo'layli. Ammo andaq emas. Boshqalarning haqqiga qilingan bir haqsizlik endi u. Boshqalarningki pulni elib olgandanmi bakroq eg'ir, uningki vaqtini, umrini zoya qilib etganlik. Shunga musulmon degan angliq bo'ladi. Angliq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'dasiga eng vafo qildigan shundoq bir zot edi. Qur'on Karimda payg'ambarlarni siddiqan nabiyya, sodiqal va'di va kana rasulun nabiyya deb payg'ambarlarni shunday maqtaydi. Ya'ni rostchil edi, va'dasiga turadigan edi.
Chunki va'dasiga turishning nihoyatda muhim ish ekanligini. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bor munofiqning alomati 3. Va'da qilsa va'dasida turmaydi, amonat qo'ysa xiyonat qildi, gap qilsa yolg'on so'zlaydi. Masalan, endi desa aytdi, ammo uning qilayotgan ishlari %100 munofiqning ishi. Shunday qildi. Shunga bu odam diqqat qilish kerak, vaqtimizni bek qadrlash kerak. Vaqt bizning sarmoyamiz. Xuddi tijoratchiniki sarmoyasi, nimaga tijoratga solgan sarmoyasi shunday muhim bo'lganda, chunki shu sarmoya orqali pul topib bolalarni boqadi u. Biz mushu Alloh taolo bizga ato qilgan mush umrdan iborat, mush vaqtdan iborat, mushu sarmoyamiz bilan bu dunyoligimizni va oxiratimizni agar mushu sarmoyamizni zayo qilib olsak, dunyo va oxiratda jon tortib qolamiz. Alloh taolo hammamizni hidoyat qilsin, hammamizni islomning go'zal axloqi bilan axloqlangan kishilardan qilsin. Amin. Qadrli ko'ruvchilar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashadi. Ko'ngil qo'yib qatnashganlarga Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Yana bir ko'rishguncha hammanglarni Allohga omonat qildim. Aman bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.